musobaqadan olingan rasmlarni qo'ygandan keyin men to'g'risi ba'zi bir odamlarga hayron qoldim. Sizlar bodybuilderni Instagramiga obuna bo'lgansizlar. Nima kutdinglar? Misol, mendan nima kutdinglar? Men bodybuilderman. Musobaqaga chiqaman. Habul aka ustoz aytgandek, shu tursilik kiymasa musobaqaga sahnaga chiqarmas ekan. Shunaqa qonun qoidalari bor bu narsani. Endi sizlar shunaqa odamga obuna bo'lyapsizlar, mendan nima kutyapsizlar? Kimgadir aql o'rgatish, ibrat bo'lish, uyatmi, uyatmasmi, avrat. Men bu narsalarni bilaman. Dinimga kerakli bo'lgan o'zimga yarasha bilimim bor, o'zimga yarasha amalim bor. To'g'ri, nimanidir qilaman, nimanidir qilmayman. Qayerdadir xatoyim bor, qayerdadir plusim bor, qayerdadir minusim bor. Chunki men ham oddiy odamman, men avliyo emasman. Mendan qanaqadir ibratli narsalarni kutmanglar. Kimgadir tarbiya berish, kimgadir namuna bo'lish niyatim yo'q. Bu har bitta odamning o'zini ota-onasini vazifasi. Tarbiya berish, namuna bo'lish, ibrat bo'lish va hokazo. Menda bunaqa narsa kutmanglar. Meni stranichkam yo'nalishi aniq. Meni Instagramimning yo'nalishi, meni o'zimning yo'nalishim aniq. Men sportsmenman. Men atletman, trenerman, bodybuilderman. Meni sahifamda shu mavzular asosan bo'ladi. Men musobaqaga chiqaman. Musobaqaga chiqqan rasmlarimni Instagramimga qo'yaman. Kimgadir yoqsa ham, kimgadir yoqmasa ham bo'lishi shu. Prosta men hayron qoldim. Sizlar nima kutgan edinglar? Bodybuildingni musobaqalarini ko'rgansizlar, qanaqa bo'lish kerak, nima kiyiladi, qanday bo'ladi, hammasidan xabaringlar borda. Bodybuilder sahnaga chiqib rasm qo'ysa, voy avrat yopish kerak emasmi? Bo'lmas ekan. Musobaqaga shunaqa chiqish kerak. Xullas, foydali ma'lumotlarni olinglar. Yoqmagan ma'lumotlarga, foydali bo'lmayotgan ma'lumotlarga rozi bo'linglar. Chunki bu menimcha ikkalasini bir balansda ushlash kerak. Foydalini olayotganimizdan keyin yoqmagan narsaga rozi bo'lamiz. Menimcha oddiy hamma narsa.